后来他主动联系。默默泪，总是默默泪。I go crazy when I hear a monkey. Pichat. Ansa mağam işlanma bir qoluq jönleyim. Wildest matador. I want more, more. Siz evlilik başısınız mı? Yo'q, men uy ichi loyihachi. Men yangi sotmoqchi bo'lgan uyning ichini chiroyli qilib bezab berman. Nurg'un kishilar uy setib olgandan keyin uyni qanday loyihasi chiroyli bo'lganligini bilmaydi. Shu vaqtda men bularga uyni chiroyli loyihalab berman. Shunga nurg'un kishilar mening yordamimga ehtiyojli. Albatta, endi sizlarning sotmoqchi bo'lgan uyinglarni mening loyihalashimdan hojati yo'q. Güzellik bilan latofatning hech qanday cho'ng farqi yo'q. Men yana sal oqirib, unga o'roqlab ketgan bo'lsam, yaxshi bo'ladi-ya. Hay, qasdan qildingiz-ku deyman, o'ylabroq qiling. Biz bu yer nurg'un uy setilish iltimosini topshirib olmaymiz. Nima sizni tanlaymiz? Chunki men bu shaharda tug'ilib o'sdim. Buningdan keyinmi bu shaharda davomli yashash orzuyim bor. Eng muhimi, men o'sha orzuyimni men bilan birga amalga oshirgan odamni topdim. Men sizlarga kapolatlik berman. Sizlarning yuqorqi degan talabinglarga bizdinmi yaxshi tushadigan nomzodni topolmaysizlar. Shunglashqa bizga ishonsanglar bo'ldi. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Bu oyunu. Eğer talimiz olmayken qilib do'stga topganmizda. Bo'ldi qiling, buni tala emas, puxta tayyorlik qilish deymiz. Telefonda senzorning ichiga yangi kino chiqibdi. Siz bu kinoni ko'rib bo'lguncha bu uyga boshqa xaridor borib bo'ldi. Talaga kiramiz. Mana eshitding ha? 3 yotoq qo'y. 3 yotoq qo'y. Cho'ng mehmonxona. Cho'ng mehmonxona. Yana iliq chiniq zali bilan suzish ko'chkini bekor qildim. Bek bezgi. Menchi bo'lganda bek cho'ngchilik qilib ketmaylik. Nimishqa? Siz cho'lar bizni yoqtirmasmi? Ya, undoq emas, ularga bizni albatta yoqtirdi. O'zimiz kishnayli, biz cho'qim qila olamiz. Men sizni rasm tatib qo'ychi. Maqta. Chiroyli turing ha. 1 2 Bundoq sen? Nima? Indaysiz? Yo'q, siz nimadan qidirilgan? Mana bu Qosim apandimning yurigiga ko'riksiz sho'prasi qolgan. Shu rasmni. Uy, ana bu tush tomoq yemabdi ekanman. Yo'q, bu yaxshi ish. Haqiqatan yaxshi ish. Chunki unda qo'yganda men bormayman. Siz bilan bir tomoq yemayman. Men loyihalgan ish ko'yiga xaridor shunday yaxshi baho beribdi. Albatta, bu sizning talantingiz qadrliga. Ara siz iftahlaringizni radlab oldingizmi? Kechda 11 ni ayirplarni qo'ymayman. Hech qisi yo'q. Eng muhim siz kechikib qolmasangiz bo'ldi. Men ayan soat 6 ga zakaz qilib qo'ydim emasmi? Uning ustiga aram kunlari yo'lbek to'siq. Men qachon bir kechikib boqqan? Dadingiz yog'ishliq soatdan chiqib siz bilan ko'rishmay debdi. Siz mushtaq vaqtida kechikib qolsiz. Men dadam bilan ko'rishimga ish kepti bo'ldi, berib ko'rishib kelay. Bo'ldi. Lekin düğün geçti cho'qim sizni hayajonlantirdi. Men bundoq tuyuqsiz xush qilishlarni ancha yoqtirib ketmayman. Düğün geç cho'qim yoqtirib qolsiz. Erbash, kech ko'rishamiz. Senin Allah, sen çok hoş bo'lib ketsan. Nima oldu? Nurg'un azaldimdagi muhim bu emas. Men yiliq almas do'konda kimdan chiqayotganini ko'rdim deb qiqan. Kimni ko'rdi? Anvarni. Ha? Qachon ko'rding, xato ko'rqamansan? Men men kelishimni yo'lbek to'silib ketgan dedigina. Shuning bilan taksimda qarab, o'ttasam, o'tdal shu do'kondan chiqdi. Qo'lda yilqidek kichik qizil sumka.
Kichik sumka? Ataş erlerningki olmas do'konga borgan faqat bir narsa bor. Sizning to'yingizga men nima javob bergan bo'ldi tazimida? Men ikki oyning oldida uning mushu gap to'g'riliq degandim. Demak, u tushunibdi. To'xta. Biz hozir hayajonlangan holda bir qitim mashq qilaylik. Chunki sen hozir o'qib qolding, keyin chinib qolding. Ha, ma'qul, sen mendan so'ra. Tutma. Siz menga deyishni xohlamsiz. Ne bo'ldi? Cho'chib ketdimmi? Qaytadan bo'lmadi. Amsi qana qilma. Ko'zingni yug'an ash va yoki mamma da. Manma. Voy, qanaqa qilay? Sizning yana mashq qilgan vaqtim borga yilingni o'zing ayrim o'tirib mashq qilay. Lekin İşkelen toy kılaylı mı? Yo'q. Siz toy kılalı mı? Men to'y qilmoqchi. Mening qizim to'y qilmoqchi ekanda, ha? Qandaroq bo'ladi, ahvolingiz? Yaxshidan bo'lar. Qani, o'tir. Voy. Yaxshimi? O'tir. Men bu Aygulning dadasi o'limay qara. Men o'zim uy mulk tijoratini qilmay. Dada, qahva ichsamsa? Ya bo'ldi balam. Bunda qiymat narsani ichmay, qaynoq suv ichili balam. Voy, pulni men to'layman. Voy balam, sen to'lasam, men to'lasam o'xshash emasmi? Hozir vaqo, mush qaynoq suv ichish moda bo'ladida. Qaynoq suv degan insonlar foyda qiladigan narsa emasmi? Qaynoq suv ichili balam. Qoppa, men qaynoq suv gap bering, ha? Mening bu qizimizga bir bola bilan aralashib yurayotgan 4 yildek bo'ldi. Hozirgacha u boladan ya bir og'iz gap yo'q. Nima o'ylayotdiki u adash faqat tushunmadim. Mana bu qizimning opsili men yurgan vaqtimda bir haftaga qolmaylam to'yni vaqtida qilib aytgandan ha. Hozirgi bu yosh bolani faqat tushunadigan olmaydigan bo'lib ketdi jima. Ben bo'lsam yarım saatlan toy teklif qo'yib ditdim. Voy. Yigit degan manda olmamdi buna. Bolam, sening o yurayotgan yigitdan hozir nima ishlarni qilyapti? Ha, u uyda yuktaxlarni yig'ishtiradi. Bugun qo'ljiq berib, yurak kasalliklari yig'iniga qatnashmoqchi edi. Voy, bu nayt yaxshi bo'pti. Endi aqlim tepibdi bu. Bolam, sen bu eliqi do'stingga o'xshash muhabbatining keyindan qo'g'lab berib to'y taklifini qilgandek, budoqmush fursatdan foydalanib, qo'ljiq oqidan berib to'y taklifini qo'yamsiz ya. Oy dada, bu hikoyani so'zlavamgina. Voy, nima ish qil bolam? Ha, rahmat. Oy, bu degan bir qismlama odamlar qildigan ish. Balam, mening demakchi bo'g'inim, sening hali qiz do'sting bu yigitining tug'ilgan kundan foydalanib berib to'y talvini qilibdi ekan. U yigit uningga oltin uzukdan shaqqida birini sap qo'yib, vaqt to'yini qilibdi. Buni bular hozir shunda xotirjam balla qolibdi. Men buni anglab nayt xush bo'ldim. Agar sen ajna bo'lgan bo'lsang jinim balam, men bir xotirjam bo'lib kelsam bo'lmamdi jinim balam. Unda qilmagan ne balalar, meni bir xotirjam qilaman. Voy jinim dada, meningcha do'stimni do'rishimdan qat'iy hojat yo'q. Xotirjam bo'ling, ha? Men to'y qilman. Nima? To'y qilibsa balam? Shunib qaraganda pat yaqinda men nemirlik bo'ldi ekan menda balam, ha? Bo'ldi dada, men mang'ashtiray. Voy, nima gap bu? Endi paranglashdik. Nega oldiraysa balam? Sen o'zing kechikib qolding, biz soat 5da ko'rishimiz deyishgan. Men menga beray, ha? Xo'sh. Sen yaxshi ko'rgan narsani o'xshashlikni bilmay qo'ysan. Zarqdim ikkimizning o'tirishga masalani bek yaxshi bilasiz. Meni ham oldirish chaqlardi. Mening sizga bo'lgan minnatdorligimni bilasiz. Anvar? Alqıganda? To'g'ri. Alqilimi? Set bo'ldi. Bay, Adil yaxshimisiz? U bemorninkini umid tarafdan operatsiya qilsak bo'ldi.
Nima? Unda qo's menga rasm tortib beradi. Ma'qul. Xo'sh. Set bo'ldi, ya? Yoqay. Taqimabsiz. Kechiring ma'qul. Cho'ng arteriyada masala bor ekan. Qarang. Qo'lda bu yer ko'maylik. Bu yerning tomoqlarimi bek o'xshaydi. Voy. Men bormasam bo'lmoqdek. Qarang, ishtalab yezibdi. Bunun ustiga hozir uyga berib, men yurtdoqlarimni yig'ishtirib, doktorxonada ishim tugatiblam, o'dil aydirim bormasam bo'lmaydi. Unda qolsa men mang'ashtiray. To'g'ri tushun. Yoqay. Haras. Halqini yoqtirganingizni baxo'sh oldim. Rahmat. To'g'ri tushun. Xayr xo'sh. Balam, sen bu öyle ki dostunla okşaş, bu da bu fırsattan faydalanıp, olacak akıtın verip, dantekli bilimsi ya. Adaş pek sert oldu, sen yardım kılamaydan buldum. Hoca bardan hapse var, aysa katılmaydım. Men sen imdaydigan sendin. Ne kılaysa? Men o'zim amalni qilay bo'ldi. Kala barsan. Men mashina haydab ma'y bo'ldi. Hemen. Ma'qul, xo'sh adashar. Adaş. Adaş ne geldi? Ma yo'l to'silib, adash maytog'da turib qoldi. Voy adaş, çok yapatladım. Bamsan tutsa, hazır kavarağladım, maytağın uzak ikendim. Adash, men anladım. Shu hozir Dokugonludan ma'y deb yo'l izlayapman. Canım, özden ehtiyatlı yapasın. Ma'qul, ansirman adasham, sen qo'yapman. Ma'qul, xo'sh. 哎，师傅，麻烦你问一下，独库公路怎么走呀？前面直走，右拐，过2个红绿灯，再右拐，前面到了转盘，靠右边就到了。你这说的我没太懂，你能不能哇，年轻人记性真差，跟我走。我跟着您走是吧？哎，好，谢谢啊。不走就舒服了。啊，好的。好，再见。好，谢谢啊。Yaxshimisiz, sizni bir avval qilsam bo'larkan. Men bu necha kundan keyin yigitimning tug'ilgan kunida mush fursatdan foydalanib to'ydak yo'q qo'yay degan. Biroq mashina haydab yerim yo'lga kelganda mashinam tepaga chiqolmadi. Eg'ir ko'may, etingiz bilan meni naratirib olib qo'ya olasizmi? Ma'qul, men ana yerda ustozim bor, so'g'is aparib qo'ysin. Siz anda hozir uni ko'ylak bilan atga mina olmaysiz. Sizning ana chabadaningizni olib olayim.
Mayli, maqul. Rahmat. Rahmat. Maqul. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Ismini Narat olib qo'ya olamsiz? Opirib qo'ysam toz yaxshi bo'ldi. Ukam qarang, bu inimning motosidan undaq jirakga borolmayman. Sizni ana yaxshi sizni mashina to'qib qolaylik bir yerga olib qo'ysam bo'lamda? Mayli, mayli. Rahmat-da. Maqul. Siz xizmat bilan maqdingizmi, sayohat bilan maqdingizmi? Men yigitimning tug'ilgan kunida onamga to'y taklifi qo'yg'ilman deb. Muborak bo'lsin. Rahmat sizga. O xizmat sababi bilan G'uljiga ketgan. Biz ikkimiz muhabbatlashgan 4 yil bo'ldi. Bak uzun vaqtda. Meningku hamda bundoq qilishim to'y qilishga oldirganlik emas. U men bir halqa so'q qildi. Halqaga chiroyliqga, biroq bu bir va'da emas-da. Biz yaqinda bir uy setib oldik. Uyning ichini qanday loyilisi chiroyli bo'lganligini men aniq bilaman. Biz ba'zi bir tomonni chekitishni o'ylashdik. Bunday qilganda oshxona texmi cho'ng bo'ladi. Gerçi motorning ovozida gaplaringizni olgan bo'lsam-mi, yana sizlarga baxt tilayman. Men faqat ukam sizni mishaga gap qo'ya olayman. Xayr xo'sh. Yaxshimi so'rab baqsam? Qarmayli qiz bola. Mencha G'uljiq qiladi. Ya men Urumchida, ismim Oygul. So'rab baqsam, mening G'uljiqqa qada bog'il bo'ldi. Avtobus ya bo'lmasa boshqa qatnash quroli bormi? Qizim, bu yer avtobus to'xtab ketgan 3 yil bo'ldi, avtobus bo'lmaydi. 3 yil burunqisi degani poyezd. Avtobus 2 yil burun to'xtab ketgan. 3 yil. Avtobus 2 yil burun to'xtab ketgan. Dishan. Abisi boshqa kirakashlar yo'qmi? Xo'sh, Yaxshimi qizim? Yaxshimi. Va yaxshimisiz? Men bir mashin bosib bo'ldi, G'uljiq bordigan. Siz meni olib qo'ya olasizmi? Bo'ladi, unda neredasiz hozir? Men hozir Naratdagi bir kichik choyxonada. Ismini tutolmabdiman. Biz Urumchida qiz almashgan sanmaymiz. Urumchiklarni sanmaymiz? Ay, siz meni Urumchiga kelganimni qana bildingiz? Siz meni G'uljiqqa olib qo'ya olamsiz? G'uljiqqa? Ha. Urumchidan kelgan Aygul. Men sizga desam bor-ku. G'uljining yo'llari bakigis past, unisi xatarlik. Yo'lga chiqib kech qolsangiz yotoqmi yo'q. Siz bana 800 so'm bergan taqdirda sizni olib qo'ymayman. Men 800 qo'yibasiz, yutib olib qo'yman. Mana ishon. Sen yutib olib qo'yolmaysan. Olib qo'yma deyman. Ha, bo'pti. Amsa qaysilarning bu 8 qo'yni og'izba? Qizim, men lapir yutayam sizni. Seyşembe kuni maqsad nasvasida. Payshanba kuni nasvasida. Chorshanba deb anladim men.
Eşembe, seyşembe. Eşembe deyli, peşembe. Bo'ldi. Men bo'ldilar, hozir kech o'tib ketdi, biroqlam aytmag'ay. Amsa qaysinglar menga men yaqin atrofdagi yaxshiroq mehmonxonaning nadligini deb bera olasizlar? Ha? Odatdagidek bo'lsin mayli. Men mehmonxona terasa. Bo'ldi şey Başlıksı olur ne? Suyu pişiriyorsun tavanına, ışıklarda pişiriyorsunuz. Kötü tuzlu mehmonxonadagi. Men bayam ustalda tamoq tizimligini ko'rdim. Hazır tamak çıkmaydı. To'g'ri, hozir tamoq chiqmaydi. Lekin men sizlarni pek oq ko'ngil, kam qo'ziq deb olgan. Amisi ben sizga azroq go'shtlik etgan choy qilib beray, ya. Go'shtlik etgan choy? Bu nim tomoq hamdi? Go'shtlik etgan choy? O'z bir go'shtmi bu? Uf, telefonum to'kib uxlasa. I'm working here in Glasgow, I got a decent job, carrying bricks and mortar and my pay is 15 bob. Rise up in the morning, I get up with the dial. When I'm going down the street, can hear the girls ring out. Oh, Patsy Fagan, you can hear the girls all cry. Oh, Patsy Fagan, you're the apple of my eye. Hasten by the highway. Xotin kishi deganni o'g'a ish to'lazadi. Nima ish qilyapsiz, Telefonum to'kchaqdi. Akilanga shaxsiy narsam bor meni. Voy, men to'kchatqish telefonimni ko'ydiribdi. Kalva, tas qaldingiz meni to'kinamni ko'ydiradilar. Saran. Aslida sizni tuyuqsiz bir xo'sh qilib degandim, lekin kim bilsin bundan nasib basadig'ini. Hani bu siz bilan aloqa qilisha oldim. Yotoqning qandoqligini so'rmang bo'ldi. Bu yerning odamlari bek qo'pol ekan. Sizni hajab ko'ygim keldi. Menmi shu. Amsi miyaga qachon kelsiz? Tushdan keyin berib bo'lmangu deyman. Hozir chiqib mashina topsammi bo'ldi? Meni tuyuqsizlik xush qilib o'tdingiz ya? Ma'qul, ansirman. Xo'sh. Mankara, bugün erten tügümü seninki. Bugün pulunu verirse alıma kitime. Anladın mı? Elime az kaldı o. Şu azırak üstüm var. Bana bize vakt versen. Onun sıksa aşkan dikinersen ekelsen ben kanda ticaret kılımı. Mankara, aşkan gelsen be sana. Böyle. Bana bir ay vakt ver. Bir ay. Sana. Ahır içmeklet bir hafta olsun. 10 gün olsun. Ben sana 5 bin son teperiş kapalat kılayım. Koni saat unutup kalma. 10 bin son. Yani şu konu savat. Yani şu konu savat. 10 bin son. Kiliştik. Kile, levzon tutu. O gâlı. Kiliştik, bitiştik hemse. Vallahi kayıttık. Ondan sonra çıkanda ben sizi hoca kapırıp koyayım. Çıkalap ketmişsiniz bundan. Voy, chiq ketding ashti. 800 so'mdan baramsiz bamamsiz? Siz g'o'ljiga bak o'shdingiz-ku, tuning men shunday yaxshi tushuntirdingiz. Bo'ldi, men sizni avar qilmay. Yo'q, avarolash emas. Men sizni chiq keting deb gapim tushunmadingizmi? Baramsiz bamamsiz? Voy, borman, ma'qul, chiq keting bo'ldi ishdi. Ondan sonra onu tekrar test saklayacağım ha. Aras,
Oyunun pulunu remontda qilib tushirdim Juma. Necha ketdim. Kiyim yo'tganyapman desam, qilibsizki. Kilometre chiqar mashinaga. Bu men taksi boyiga gapirib qo'ydigan mashinami? Sizga desammi, baribir tushunmaysiz bu mashinaga. Chiqar bola. Men sizga ishim oxiri 100 berdi. Chesta mashina bor, nari yarimida. Bu mashinani qo'ljiq apirib qo'ya olsam bo'ladi-ku. O'zim qo'yib o'zimlar. Xap bo'lmay, menga bir yordam qilayotgan bo'lsangiz bo'pti-ku. Da'vo qil. Rahmat. Ay, avaylabroq qiling. Ha? Bu diye mening yigitim so'qqan chamdan. Bu sizning yigitimiz so'qqan chamdanmi? Yigitimiz so'qqan chamdanni. Obdan chiqibdi ya. Sakam, siz hazır yo'lga chiqsangiz bo'lmaydi. Nemishqa bo'lmaydi? Qarmishak oldingizdan o'tib ketdi. Qarmishni ko'rganda uydan chiqmaymiz. Uydan chiqsaq bu nefs bosadi. Yani kelib umjilin ataqa. Yaqay, men undaq anglamagan. Qarmishga emas. Oldidan Segizxon o'tib ketsa 15 yil nefs bosadi deb anglagan birodar. 13 yil deymi? 15 yil. Nima deydigan? 13 yil deb aldım ben. 13 yil. Ama nima deydim? Keldi. Men bunda xurofotlik qilmayman, bo'layman men bering. Aql bo'lsin, apaq qiz. Ishlarimiz o'ngishli bo'lsin. Xo'sh. Men sizlarga desam, ular bir-biri bilan chiqisholmaydi. Bir-birini bo'g'ib qo'yamiz. Men shunda o'yladim. Of, oxiri yo'lga chiqdik. Bugun 927 kun o'tgan 2 kun bor. Biz hozir nereden? Ben dükkana takalgıcı bir vasam olarak değil, Allah'a nasırım. Siz olacak bu nasıl kreatif olmamız mı? Yo'q, men Amsi gap teshilib qoldi, men sizga deb beray. Men G'o'ljiga yigitimga to'y taklif qo'yg'ilmoqdim. U G'o'ljiga doktorxona o'rinlashtirgan yig'in qatnash qilib ketdi. Haras, mening yigitim yurak kasalliklar doktori. Biz yaqinda nayt cho'ng uydan birini oladigan iltimos qilib qo'ydik. Necha kun oldida ko'rishganda men texi uni menga to'y taklif qo'yamdiki debdiman, biroq u undaq qilmadi. Maşallah. Ha? Mening bir do'stim hozirgi yo'ldoshiga tug'ilgan kunida to'y taklif qo'ygan. Shunglashqa men uning tug'ilgan kunida to'y taklif qo'yay deyapman. Ajdama? Ha? Qizlar to'y taklif qo'ysin, nimishqa bo'lmoqda? Shu. Ben neden hayatımda ağlayan en mazgep oldum o. Undaq emas. Şunda? Bu diyen bir jengalik, romantiklik. Ben sizge de qaram. Sizni yaxshi ko'rmaydigan o'g'illarning tug'ilgan kunida sizni tutqun qilmoqchiman. O adashdan sizni og'iz olgan bo'lsa, qara, allabirun sizga to'y taklif qo'yib qo'yibdi. Bildingizmi? Heaven Glasgow, I got a decent job, carrying bricks and mortar. Ne değil taşıma? Ay saran buldunuz mu? Siz Enver işkimizi düşünemdiniz. Siz qanday adam bilemsiz? Sizga shaxsiyatchi, o'zingizni ham o'ylaydigan, butun dunyoga hasad qilgan odam. Shiqilib ba'zi bir ahmoqlarni yaxshi.
Tuğla gününüz mübarek olsun canım. Meni elişi xalamsız canım. Mening bir somkam bor degandek. Siz kim o siz çaqçaqçı mı? Ben size bana gap qilsin, bana işi görsün deb kira qilmadim. Sizga pul berib mashina aytsin da'atdim ha. Tulman gaqmay mashinangizni ayding ha. Bo'ldi ma'qul tiyin. Tiyin deb nim degan gap bu, tushunmadim. Ama kallan ayda etmemsiz. Qo'g'limisiz ketdi o'zim. Ha, umaq kalla. Gipimni anlanglar. Tünügünü yanqıcı meni şundaqçıq nəsbisi getdi. Əmdi sizlər bu yerdə turvaqla putlu qaşan bulmayla. Kitinglar şitib bulanglar, özüm bir yaxşı bolsun, sənlər yolunu içidinglar bulanglar. Dəhşət siz cuma, qıltıl degan, soyut degan siz zaten. Ha, to'g'ri gipimni anlanglar, pulinglar. Qachon? Kallanlar men siz ish baqam siz ham. Shmanglar. Yaxshi qaytaman. Ha, yaxshi, katta. To'g'rim sizning mijozingiz yaxshi bo'lingan. Sizning mijozingiz uchun texmi yoqtirmaydi, ishimsiz sizga qo'llab beqing ha. Ha, pulim ketinglar, qo'yinglar. Keta. Rahmat. Putungiz diqqat qiling. İsit 2000 koyluq ayıqım. Ya apırıp şişik söylersiniz buldu ya ayıqınızı. Şişiğe ayaqım şişiqsə büyüyəm da. Maşına mı et? Amırak maşınam nim kıldınız ey. Voy men nim qıptım ha? Ya koltuğumu satmagan maşında otamsınız o mamda. Siz koltuğumuzu tassınız o mamda. Ben maşını söyleyip çıksam 1000 so'm pul kütüm pul men төлmep siz söyleyesiz ben deyip koyayım. Siz beni öttürüversiniz üçün sizə artıq pul verməyəm. Ma gap bulduk ya. Ma gap? Bolcuğa. To'xtanglar, maşını çıkarış asa telefon taqib, remontchiga telefon qilsak birdan o'xshaydi yo'limiz manevrimiz emas bu. Azroq o'zingiz bilsanglar. Bo'lgan bo'lsam bu mashina chiq. Qani biz sizga qo'llanmoqda. Nasıl çıkıyor lan? Yardım gerekmek için. Ana qo'ljiq bormoqchi edim. Ha, g'uljiqdan ha. G'uljini yo'llari agriya, kishining qo'yini kangriya. Talingiz aka, bizning g'uljig'im oldi. Sharaf chamdangiz men sog'day, ya. Ma'qul, rahmat, siz yaxshi ekansiz. Xayrli sar. Yaxshimi, xayrli sar. Asiyatda, Sizni uchratganligimdan men xushal. Biroq shikelimizning ko'ngliga ayon. Hay, to'xtab qo'yma. Hay, mashina to'xtat, undaqsa bo'lmaydi.
Geldinizmi? Ben iş bo'lsam so'raydiganga mashina chaqirayli. Mashina chaqirayli, o'zingiz berib chaqiring. Mayli o'zim berib rost taksi topaman. Mendan bir ner turing ha. Bo'ldi. Tiyin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Telefon bormidi, telefon qolsam. Hozir aming telefon boshladi, urasiz. Ma'qul, rahmat. Vallahi. Çamdınımı saqlab qo'yinglar, rahmat. Men de avolay. Shunday vaqtcha. Buna qilsanglar men soqchi chaqirmay juma. Oyan axırlaştı qızlar. Ben qızdan çamdını qaytırıp berem sizlar. Kim o'sa? Hech kim emas. Tayoq sig'inib qolsa. Qo'ldagilar solta. O bek alaydı o deyme. Kim o? Sizden yigitiniz. Ha, Enverman. Ha, o bek alayda. O bir yürek kasalliklar doktoru. Yaxshimisiz? G'o'ljiga borgan avtobus necha bilan keldi? Ha, dal vaqtida kelibsiz qizim. G'o'ljiga borgan avtobus 1 soat 40 minutda keldi. Ajab yaxshi. Biroq g'o'ljiga berish uchun ozroq tiyin xarjlash to'g'ri keldi qizim. Tiyin? Ha, pul, koy, yuan, so'm degandek. Endi bilib oldingizmi? Hey ağinem. Pek güzel manzara cuma bu. Qarab adam qanmaydi bu manzaralarga. Chiqib tushsak shu 15 minut vaqt ketar. Men bu yerdan boshqa yerga borsam bo'lmaydi. Xalas, avtobusdan qolsangiz bo'lmaydi. Ha. 1 soat 40 minut chiqib tushsak tezlam o'tib ketadi. Ya bo'ldi, men o'tirib turay. Ixtiyoringiz amsa. Ay, to'xtang ha. Men siz bilan tan chiqay. Rost bu yerga chiroyliqda qilib turdi. Siz nima xizmat qilsangiz? Men uy ishchilayman. Uy ishchilayman? Ha. Qanday xizmat qilasiz? Birisi uyni sotmoqchi bo'lsa, men jabduqlarni olib berib uyni chiroyli bezab beraman. Odatda uy sotgan vaqtida uy jihozlarini akatdingizmi? Yo'q, men olib ketman. Men faqat uylarni chiroyli bezab bersam bo'ldi. Ha, to'xtang. Siz uy jihozlarini akab tizib bersangiz. Ha. Ondan uylarni qimmatbaho sotasizlar. To'g'ri. Uylarni sotib bo'lgandan keyin uy jihozlarini siz akatasiz. Ha. Qip-qizil aldamchi ekansizmi? Yo'q, men aldamchi emas. Siz hech qanday eski deb o'ylaysiz. Yana odamlarga xato baho berishga boshladingiz. Voy ya. Siz kimga bir yaxshi baho berib boqqan? Mushtabdimi bu? Sizga bak yaxshi vahshiy baholarni bergim kutib bordi. Og'zimga bir gap kelgan. To'xtang. Navoda sizning osh chiroyli uyingizga o'tib ketib qolsa, siz eng avval qaysi narsangizni yapmaysiz? Siz javob bering. Nima? Sizning osh chiroyli uyingizga o'tib ketib qolsa, sizning oraliq 60 sekund vaqtingiz bo'lsa, siz eng avval qaysi narsangizni yapmaysiz? Siz javob bering. Latqonchoqlaringizmi yo boshqa narsanimi? Men siz bilan bundoq so'z o'ynag'im yo'q. Amasa siz-chi siz nimangiz yapmoqsiz? Masalan, sizdan osh kichik choyxonangiz o't ketdi deylik. O't tutishib ikkinchi qavatga chiqdi. Sizdan nurg'ulg'an narsalarni ko'ydirib olsa, siz nimangiz deb qatisiz?
Ben özümden nima istab mağdagalıqqa ko'nglimga bek ayon. Shuni bangizlab mangsiz. Buni sizga bilmayman. Gapni boshlab qo'yib, mana o'zingizmi javob beramaysiz? Yana başladı ya. Vah, rost go'zal kajmo bu ya. Ben sizga deganqo. Ay, bu yerning qanday hikoyasi bor? Yana hikoyasi desak, burunning burnusida Zukra ismli chiroyli qiz bor ekan. Buni bir baglikning bekka berishga tutishib qo'yibdi ekan. Ammo bu bag naytda g'alita, uning ustiga bak qiyir ekan. Zukra uni dadam desimi bo'ladigan, buvam desimi bo'ladigan ekan. Bunda qiyir bagni Zukra qanday yaxshi ko'rsin. To'yilgan kuni bagning qo'l ostida ishlaydigan Arif ismli bir yigitni Zukra uchratib qoladi. Ular tunjiqdan kurashganda ular bir-birisiga ko'ngil tushib qolib, shuning bilan ziyofatda Zukra bagning qo'l ostiga bitta odamlarning qachisiga uyquda silitib Arif bilan birga qochibdi. Bag atisi uyg'onib Zukraning yo'qligini bayqagandan keyin nayt g'azablanib, butun odamlarni boshlab Zukra bilan Arif izlashga boshlaydi ekan. Ular misha kelgan vaqtida yerliklar istashlik qilib, ularni uylariga, omborlarga, o'rmonliqlarga yushirib qo'yibdi. Ular mishada bir kecha qo'nib atisi yondan qilibdi. Arifmi pek yaxshi o'g'ashqa Zukraga hech qanday yomon maqsad bo'lmabdi. Shuna mayl. Bundoq maqsad bexatarmi? Bexatar? Ular shu go'zal joyga kelgandan keyin o'zlarining murod maqsadiga yetibdi. Siz nimalarni deb ketdingiz? Men ko'nglingizni zor qo'tamsiz. Siz so'zlagan hikoyat qizmanmi? Nima? Sizdan siz so'zlagan hikoyalarim bek oqqudu deb o'ylab qoldingizmi? O'zingizni bek cho'ngchaqlab kutibsiz-a. Bu degan rost hikoya. Sizlar mo'challik aloqasi yo'q. Men bilan aloqasi yo'qmi? Aloqasi yo'q. O'zingizga bek kelyapsiz. O'zimga oldimmi? Nima desak bo'laverim. Ay, to'xtanglar! Ay, menda bilet bor. Güzel manzillik mashina ketadigan bo'ldim mana. Ay! Ay, to'xtanglar! Ay! Atla, iş o'xshadi mana. Bunda tushim xil tushkul oldik-a? Men sizga uyish. Abduz ketib qoldi qizim. Burunqi vaqt bo'lsa, siz ishni birdan to'xtatib tura olaydiq. Hozir vaqt demak pul demakdir. Bo'ldi qizim, yig'lamang. Biz sizni-chi bardaga yerimiz opirib qo'ya olamiz qizim. Bo'ldi, turing. Mana keldik balalarım. Bu müşahedeki en yaxşı qunalğı. Keldik kızım. Apsi. Kelinglar, yaxshimisizlar? Yaxshiman. Sovuqda japa tatibsizlar-da. Behtali yanglab ekan. Hozir taq oldinglarda. Bir jup qiz o'g'illar kelibdi-kan, uy bormi deb. Qarasam, toza xotinda ko'rinmadi. Shuni ularni uy yo'q deb ketkizayotgandim. Hozirgi yoshlar faqat nomusni bilmaydi-ku. Ammo ularni kech oldi deb uyga boshlasam bo'lmaydi-da. Sizlar bir jup ayollar deyman. Ya, mening ismim Aygün Sulayman. Onun ismi Arslan Sulayman. Lekin ikkimizning dadasi bir emas.
Endi to'y qilgan. Balkim kunama atgan bo'lishi mumkin. Balkim balimiz bo'lganda andin to'y qilganni his qilarmikan mening tinim. Ha, şu men ancha kunamadim. Ha, bo'ladi. Qani, kelinglar. Ayollarni ko'rsatib qo'yay. Kelinglar. Ma'qul, rahmat. Chiroyli. Chamdingizni ko'tara olayman? Ha, ma'qul. Men bilan bir karvat yozsangiz qamlashmasmiki Sulaymonning o'g'li. Siz bilan bir karavot yotsam qamlashmas Sulaymonning qizi. Pek esilgansiz. Ayollar bak baravar davr kelganligingizni qarshi olamiz. Unda olsa, yatqash turay. Hajja xo'shaqdi. Siz maqcham ayollar baravar deydigandan birisi bor deymi? Undaq emas. Qo'polgan tangi tashlab bekitimiz. Tangi tashlab? Ha? Bu ma'qulki. Ana o'zi nima qilaydi? Sen taraf tushsa, men uftaman. Gul taraf tushsa, siz uftursiz. Ha, ma'qul. To'shlan. Sen taraf tushdi. Ftadimiz. Voy. Ana siz kirib, mana do'qlan. Bu vannada men qanday yotdim ha? Voy andas yediyetda. Bo'ldilar. Chiqib sizda jiroq yozsamdan bo'ldi. Hay toptura. Hay aldamchi. Hay aldamchi. Hemen sizga o'qitman. Nima bo'ldi? Ay bu son taraf tushsa siz uftisiz. Gül taraf tushsa men uftirman. Bu ikkil taraf tushsa men uftirganman-ku. Siz endi bildingizmi buni? Yaxshi bo'pti. Qo'polgan makaratdan ham sizga makarat yotgan haqqingiz yo'q. Hemen sizga o'qitman. Yüzünüz zamanında her ikisi purap gitipti. Bayan yüzünüzün purap gitipken size. Qandaroq? Hamishlar joyida-ku, ha? Ha, yaxshi. Men shu kechki tomoqqa o'z qo'lim bilan lag'ma aytib beray dedim. Bo'ladimi? Lag'manmi? Ha? Bu sovuqda agar kechki lag'ma yeb yotsanglar, shunchalik yaxshi uxlaysiz emasmi? Aldingizmi kechki lag'ma yetganmi? Ha, to'g'ri lag'ma. Ayshamgalarda elim siz bek avar qilaverdik. Kechki tomoqni mensam qanday bo'lar? Voy, unda qilsa qanday bo'ladi? Hech qanday bo'lmaydi-da. Mening yo'ldoshim usta oshpaz, tomoqni shunday o'xshatib yetadi. Ash assin. Ha, to'g'ri. Ha, undasi bek yaxshi bo'ldi ekan. Biroq men u qarmaydin kelgan bir jup ayollarmi bordi. Ularmi yis bo'larmi? Bo'laverdi. Bilmaymiz. Ha, undasi bo'ladi, rahmat. Ma'qul. Pek yaxshi dedingiz. Nima ish qilyapsiz ey? Men kitobda 3 tal o'ttirhol sabza debdi ekan, mashqisi bo'ldi ekan, masal cho'm. Mana 3 tal o'ttirhol sabza. O'lchamlikroq bo'lganining narxi xata. Siz bek o'lchamli ekansiz. Naytga shu bir vaqt tomoqni ishi bor. O'zingizga ish nima? Hamisha yaxshi o'qisizlar. Men bu gapni bek chaqamagan. Jiqonlagan gapga ishonsangiz bo'ldi. Rasma, smashda deb o'ylamsiz? Burun dadamizga doim hamma ishlar yaxshi o'qisidi deydi. Shundaq deb uydagi bobulning hammani sodiga dasmiy qilib tugatdi. Oxirida uyda pul qolmay, menmi darsdan sirtqi ishlab pul topadigan bo'ldim. Ang oxirida uyimizda mayirli qoldik. So'ngra meni kechiring, mening bu gap faqat aniqim yo'q.
Sizmi qapılmang. Asli dada o'g'uchida bir mas'uliyat bo'lsa yaxshi bo'libdi. Nima bo'lsa mayli. Biz bir kechki tomoqning g'amini yeylik. Hozir yong'yu, sabzi lazım aka. Go'sht yemsiz? Yeyman. To'xtang, ha. Shu aldimmi? Nima kapsiz to'xomi? Kaç to'q poloyela. Ma'qul. Siz bana burun to'q go'sht polo deb anlab bakmagandim ha. Albatta anlab baqqan. Sizlarcha to'q go'sht neden qildi? Talla bazırdaki bingoydun. Bilmem. İşqilib siz meni hayran qoldirdingiz. Izchil hayran qoldiryapsiz. Dars bugün sizga to'q poloni qanday qo'ying. Sizin chiroyli qizg'anlaringiz Bo'lmabdimi? Hali bo'lib qapti. Men o'qiyaman. Acep okutusular bu poloni. To'q ishim shundoq tamli bo'libdi. Shundaqmi? Men poloni yaxshi etamayman. Anvar doim moysiz qilib qo'yibsiz deydi. Anvar degan kim u? Bizim tam qo'shni. Biz uyga davomli tomoqchiga kiradi. Bir mayt umaqqerning birisi bor. G'ay vaqtlarda uylar tomoq yetemaydi-ku. Lekin sen dinonlik kesilimi bor endi. Turib hemen usul doktor deb qo'shyapti. Oy, hozir manda chindan bakana? Ha, bizning bu uyda menga o'xshash asorati qildim pishki bor. Biroq deb kelsam, ayni vaqtida bu narsalar bizning turmush buyumlarimizda. Oy, 38 yıl oldu. Xuddi yaqinda to'y qilgandek gapib ketdingiz ha? Shu, menga nisbatan xuddi tungi to'y qilgandek bizning bu turmush. Shuni zerikmay shunday qo'shilib o'tayapman mana. Zerikib ketgan qani? Men siz uyda qo'g'lab chiqarma. Ha, berib, abi ketkilik eski avtobusingizning ichida o'tirasizmi? 38 yıl bo'libdi turmush qurganinglarga bir-biringlardan zerikmay, inoq yuzib o'tgan. Nima degan yaxshi? Xuddi ayolim bilan ikkimizga o'xshashlar. Biz xuddi degan to'y qilgandek bir-birimizga shundoq amriq. Ağlandım ballarım. Sizlarga bizga o'xshash ejil inoq, baxtlik, muhabbatlik turmushingni oxirgacha davom ettirishingizmi? Her kishi degan ko'ngil izhor qilishga mahir bo'lish kerak. Qani, sen bu ayolingga nima so'zlaring bor? Aytib boqqina, biz bir anglab boqayli. Men to'ydan burun deb bo'lgan. To'g'ri deb bo'lgan. Hey, to'y qilib bo'lmagan xijilib bizning oldimizda ishlab o'tiramsa, deb boqa qana, ama bizning oldimizda anglab boqila. Ben sizni yaxshi ko'raman. Tugdimi? Bu nima topgansiz? To'y qilishni oldida chiroyli gap so'zlarni qilgansiz, ha? Xijil bo'latdi. Men qara, o'g'il bola degan bunda to'ydan bayat jang o'zining qalbini izhor qilishni bilish kerak. Qana bir o'zingni ifodalab baqa, bizni bir anglab boqila. Bizni yod ko'ryapmiz ya? Yo'q. Aygül, ben sizni tunji ko'rgandan boshlab ko'nglimda nihoyatda shirin tuyg'u paydo bo'lgan. Ham siz bilan bir umr birga o'tishga niyat bog'lagandim. Muradim asl oldi. Sizni mangu qadrlayman.
Rahmat. Siz bu aşkı mən bək bəxtliyim. Hadi ilallah soyup gitti. Ama qattiq gene ya yatanmadım ben. Yatamsınız avanlıq qırıb yatam. Ay yastıqdan birini bəbəmsiz. Mənə bizə. Dıraymışsın mı? Mən amanı vereyim. Bəgə yastıqın ne buldum? Yastık bəgənki xoşup yetin əmdi. Bu qolcuğu neçə gündən beri bulamayın halqını kim bilsin? Həraz, sizdən bir kilişib bəgənimə haqq verirsiniz cuma? Hüyt axı. 100 som. Boptu 50 koy. 75 som olsun. Bər burğu, callam eş bu. Həmisini qoşsaq 975 som oldu ki. Hə, maqul. Aş pullan deydiğin adamkən siz cuma. Sıxlayla. Keçirin Anvar, vaxtıda berib bulamadım. Bu yer nimişlarına yüz berib ketgeniz faqat təsəvvür qılamaysınız. Aldatdım turpanla yüklaqımız yetib ketkendim naçırma. Onun da mən nəticəsi dana. Işqılıb sizni görüşkü bək taqaza болып git barman. Çokum hoş bulsuz. Siz bir xəbər deyxar. Mağdayım küçür geldi, biz öyge erişipdik. Hə, rasma? Bayanlı banka xadimlə tutuluştum. Öy bizden buldu. Rasatı be. Bək xoş oldum Anvar. Kipanzanla bəcəb xoşub getdim. Demək həmişimiz olmuşluq boyutubdu. Siz gelgen qatıq bir təbrikleydi. Əlbəttə təbrikləyimiz. Ezraq kilana əmsə, rəsbə köygüm geçetti. Maqul, mən sizni sevindim. Xeyirli səhər. Xeyirli səhər. Anlaşdılıqını mənə tayarladınız mı? Hə? Rəhmət də. Xeyirli səhər, aşmaşla. Yaxşıqlapsın mı? Hə, yaxşıqlapdıq, rəhmət. Bugün ne bir planı var anlap bakay? Mən bugün qolcuq var mən. Qolcuq var mı? Hə. Qolcuq baramazsız mı ki? Nimişqa? Bugün de yekşembe, ay tutulğan gün. Ay tutulğanda səfərə çıxsaz yaxşı emas. Mən buna gəplər işlənməyəm. Abduzlu vaxt cədvəli işinəsiz. Çünki bugün de yekşembe. Əmisi bugün abduz yoxmu? Asta, mən ətdiki ki qolcuq bağımsam olmaydı. Nimiş qatı? Vay can, siz ki gəp qılıcı. Sizdə maşin bağı deyim mən. Maşını qoba. Ondan sonra xapamay meni maşinanız bilan qolcuq apırıb qoya alasızmı? Kira haqqınızı mən verirəm. Pul məsələsi emas. Maşını etigen ayalım edep çık ketken. Çünkü o bir haftalık neskrik sitamız bulmaydı. Bugün qaytıb gələ? Bugün o qaytıb geldi bırak. Keçrak gep kalalım ki. Nimişqa? Çünkü golcudan bir yan artık bek yiraktan ha. Hə, nəgə? Golca. Lək cayı qattın. Deməsək. Ne boldu? Tuttum o tarafta. Ne oldu?
Müldür tushyapti-da Müldür. Nasıl işledi to'xtamab. Siz bilan To'yganda Bana boş gelme bu toy fikrinle bana. Oy, davamlashtiravering. Qizlar yigit baxtli olsun. Karşımız kıneşçi Mehmet. Oldurım andoq pek o'tdingiz. Yana birdan o'tiraylik. Yili av yigit peshi mashina bilan bizni Abduzbekdek olib qo'ygan bo'ldi. Men maqsad bo'lmanda. Moja meni u egiz boshroqni kiyib endi mong'im yo'q. Onun üstündeki qarag'anim degan go'zal. Men tabiatdan huzurlanishni sizga o'rganib qo'ygan. To'g'ri bak o'shman. Nemishqa boshqalar baxtli bo'lsa, sizni ochingiz kelarmikan? Sizin işiniz nimda qo'ta? Muomalangiz shundan nachar. Siz nimani biletdingiz? Ya biroq qiz bilan to'y qo'shqin kutishmabsiz. Amlat men bir qitim tutishgan. Ko'pchilikning vaqtini ozroq olib qo'ydigan bo'ldim. Mush fursatdan foydalanib yo'lishimga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Ümidim shuki, mangu yolg'on aytmang, meni aldimang. O'g'irlik qilish to'g'ri kelsa, azoblarimni o'g'irlab ketdim. Yolg'on gap qo'yish to'g'ri kelsa, hayotimning har bir ketisi faqat menga yolg'on gapman. Aldash to'g'ri kelsa, o'limni alding. Chunki siz buni so'zman bir kun yashamayman. Çatak yoktu. Ya işi bek ısık şu. Birden paranlaşqınız mı? Ağlana deyin. Bu yer Ürümçi emas, bu degan G'o'lja. Güzel manzaralardan huzurlanıp ağzınızı yumamsiz. Men sizga yordam qilay deyapman. Yordam? Ha. Nima degan qiziq. Bir ümidsizlangan ayol G'o'ljaga kelib, bir bema'ni hikoyaga asoslanib, o'zining hayotidagi eng muhim ishga qaror chiqarmoqchi. Rost gapni qilsam, nima degan ahmoq ish bu? Rahmat sizga. Lekin men sizning yordamingizga ehtiyojli odam emas. To'y qilish degan u ahmoq ish emas, intayin romantiklik. Romantik, intayin romantik. To'yga bak o'sh jumaman. Bir stakkan achchiq choy bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Bir pada o'ynamda. Men yaxshi o'ynamayman. O'zingiz qo'yitamaysiz qanday yaxshi qiz a? Unaqa emas, o'zim qo'yitalayman. Baland. Chiroq bir qo'l o'ynaymiz. O'ynayapsiz, do'rab qo'ysangizlar bo'ldi.
Canım kapılman ha. O beni piyqırtatqan deyim, ben qasdan qılmadım. Yo'q, hech qisi yo'q, og'rimidi. Chiqib yo'lchim bo'lmadi. Shu. Ben texe, mənlam toyda müştaq qılıqlarını qılığa oxşayım depdimi? Siz meni qo'lga qapirib qo'yamsiz? Qachon desiniz vaqt topib qo'ying. Bilamsiz Arslan. Men sizni oxir tushundim. Tamam. Siz bir ko'ngli muhabbatdan azorigan odam ekansiz. Siz ba'zida odamni bek bezor qilsiz. Shunaqmi? Siz doim hissiyotingizni bir ishlar bilan yo'shirib olgansiz. Ko'nglingiz yerim bo'lsa, o'zingiz ham ichida bilib, qat'iy teshingizga chiqolmayotgansiz. Bir xil yuragingizga tikan sanjilgandek, bundoq bo'lsangiz beyaram bo'lmayotgansiz. Şuna bulmalık. La, çaq-çaq qılayotganliganda ma qiz bola. Bak yaxshi oldu. Bir yürek var azaplangan muhabbeti azarlangan yalğız kalmaz hiç kim dilden söylenmez belkim erzimesini söyüp gahida tekrar düşenmezdim bir yürek var. Qahvani hisobotdan chiqarasiz. Chiqaratdim. Siz qachonlik qarshi pullam deydigan odamman. Shunda tiyan. Aras bayam abtuzunuz ketib qoldi. Yana 20 minutdan bir sifa. Of, siz meni endi bilib bering demoqchiman. Men sizni meni qo'ljiq opirib qo'yganga deyishgan. Shuncha meni qo'ljiq opirib qo'yishingiz kerak. Ayrılışlar
bir sırrı var. Uçraşmanın kısmeti var. Hicrandın halkı tanlaş üçün qayda. Na tanış besin gahida. Belkim söygü. Ma'qul bo'ladi, rahmat. O sirtqi chiqib ketibdi, men so'z qoldirib qo'ydim. Xo'jig'im kavaldi. Naqlam o'lgaydi. Ana pulingizni berayday. Beraydiga yergim kelgan. Yotoqda tushib va ma'zur berib olib beray. Men sizga na amra olamda. Agar xohlamasangiz mayli. Xohlamaymadim bu. Amsi biz mashina to'smaganmiz. Putungiz bado go'zal qiz. Mening putumni boshqalar bek chiroyli deydi. Kimmi degandim? Ma'lum qilasiz. Siz bu yana yolların ibisbaz xatarli kalmadınız. Ishqilib o'zingiz diqqat qiling. Ilk kız golcuduğu değil mi? Resimdeki kız. Amsi ilk balıcı. Ben düşündüm. Geçiyorum. Biz aslida uchimiz birlashib bir choyxona ochgan. O'choqda pulimizmi yo'qdi. Quruq qolish boshladik. Hamda boshlagan vaqtlarda ishlar yaxshi bo'lgan. O'choqlarda men Gulmira ikkimiz bir-birimizni bak yaxshi ko'rishimiz deb o'ylab ekanman. Afsus. Aslida unda emas ekan. Shunga Navada 60 sekund vaqt menga berilsa, men eng avval opamni o'ziga deb menga bo'lardim. Lekin bu o'zik hozir Gulmiraning yanında. Siz müşteriye keldiniz. Bence bu anda bir yüzükten evlen. Men rostga qilsam, qanday qilishimni o'zim uqmadim hozir. Nima degan bilan u opangizning o'zigidan. Biz avval sizning o'zingizning g'amini qilsak qanday bo'ladi keyin? Haras. Axir mening g'imim to'g'riliq gap qildingiz a? Xo'sh bo'ldim. Sizning g'imingiz bilan kimning kari? Men shu faqat sizning sumkangizni so'raymanlar. Nima qilaman bu ishlarga ko'ngil bilib? Bas ko'ngil bilmadim. Tarqivami? Chiroq bo'ldi. Amsa. Amsa? Ajit yo'q. Biz ikimiz deyishib olgan buni chuqur elishingiz kerak. Ana siyliq tangini menga bersingizdan bo'ldi. Qaysi tangini? Karatni ustiga tashlagancha.
Bəxt diləyman. Rahmet. Xeyr, xoş camdan. Aygül. Aygül. Ya ahir geldiniz ya, tas kaldım sizge tükçer evet gile. Ya. Limanda telefon kılmaysız. Da hiç kışlap gittiğimi aldırmayı da berek. Maqul. Lekin sizni ko'rib pek sat xo'sh bo'ldim. Yo'lda charchab qolmagansiz a? Yaxshi kelib oldim. Ha, yaxshimi. Seni tanıyamda. Bu yoq Arslan meni Naratdan G'uljiga kelib qo'ydi. Ha. Rahmat. Pulni berganmidingiz? Pulni Aygül berib bo'ldi. Sog' salomat kelib qo'yinglar, rahmat. Bek xo'sh bo'ldim. Bek sevgandim lekin. Nurg'unishlarni o'ylashdim. Ishkimiz nima to'y qilmaymiz. Ha? Vaqt ish qalamsiz. Siz astoydil so'ratamsiz? Astoydil so'ratamsiz degan azimsen. Boshqalar suratda bo'ladi. Aygül. Aygül. Ha? Xalamsiz, xalamamsiz. Evet xalayman. Rasman? Ha. Mana, rekmas geldi. Undaq bo'lsa, başlama xeyli. Ma'qul. Vaqt belki Sizin G'ulji kelganligingiz faqat o'ylamabdi ekanman. Arslan. muhabbet bizga Vesan tutgan Gülmira. Sevgiga to'lgan bu yo'llar Sen bo'lg'ach doim yenimda O'tmishni unutib ketay Yo'limga bo'lg'in mangu hamroh Seni uchratdim Tasalliga Robert bir tane bataya olma. Şimdi kapat. Bir şey de ya. Bak limanla kaçacak. Şimdi yavrum payana. Bana Acayip güzel bu yollar Sen bu başım en güzel buldun yarim Yollarımga sen hemrah Armanға толған Söygünü izlep mağduqdayım Seni uçrattım Təsəlliyə ihtiyaclıq Çağıra Hemrah qılay seni Seni uçrattım Ötmüştün Hamrak. Bak bunlar. Yetmeydi. Az emas qol. Aman bu, kültüremiz. Valla.
Pah bu öyle. Bilmiyorum pes. Özün yaxşı gedin mi? Yaxşı gedin. Sen hazır açıp çörüplen özünden kopqağın fiyatı böyle. Ben seni alayla kestim. Topuna. Kazdalıkımız acaba katık yansın. Senin portakalların rengi göster. Az olsa vallahi. Ol yetti, balık etti. Kazdın ahireti gettiniz balam. Bu gezde hatırcam uxlaydigan boldungiz cima. Yaxshi, muborak bo'lsin ha. Juranlar, bugun men mehmon qilaman. Voy rahmat, juringlar, maqla. Ya bir mehmon bo'lasizlar. Hadi şunda toyunu qachon qilgan bo'ldingiz? Onu masqadi. Bokulan kela. Necha bo'ldi keldi shu qo'shildi. Mencha to'y tez qo'shilni boshlıyor. Unda desem. So'dbek bo'lib qolmamda. Rasma, hazır öyası üzük verem dikati. Voy yaqay, nada undaq gap bor? Amsi bu nimanga? Bu mana degan gap. Aldiqda men qo'ljiga borgan vaqtimda banknomat telefon qilibdi-ku, to'y ishimni surishtirib. Endi ularni o'ylab baqsam, maqsadni tuz tushundim, lekin men his qilib oldim. To'y qilsam qarz beramiz, bo'lmasa bermaymiz deydi. Shunga men to'yga tayyorlik qilyapmiz deb qo'ydim. Lekin nadiga unda xiyol. Shu gapni deb bo'lgandan keyin bir xil kartdan pul kirgandek his qilib qoldim degina. Yani kelib to'y qilsak nima ish qilib bo'lmadik? Rasma. Albatta. Baribir to'y qildigan bo'lsak, baldir qilsak yaxshi emasmi? Amsi men sizga uylanib ko'rsatib chiqay. Ha? Siz qanday ekan? Ben bek yaxshi. Boylarning qurilmasi bo'lsa, mayli har bir o'y seplangan majaqni bo'lsin, nimadan bek atlikcho. Bu shoxon sarab ketib bordi-ku. Qolganda. Niyatga. Agar nasıl kerakli to'liqlardan, masalan, kompyuter, kamera deganda qimmatbaho narsalar qolib qolsa olmaydi. Uning ustiga, niyatga kompyuter. Uning ustiga mantiqa chamrak chiqamidim, chiqmasa to'ytaylar bilan ishlatni. Qimmatbaho narsalar qolib qolsa olmaydi. Sizdan nas? Agar? Agar? Böyle şu taksiler ben bir taksi bola şaştırıyorlar vallahi. Bana. Toxonun göğsünü qurğaq qapdı dedi. Toxonun göğsünü qurğaq qapdı dedi. O'xshab turgan. Doktor ham o'zib chiqay bo'ldi. To'qqishi qurg'oq qolib qolibdi degan sizmi? Ya. Sizmi? Men. Siz nima ish qilsiz bu yerda? Chiroyliroq gap qilsangiz qandoq? Men bir muncha yo'lni besib keldim bu yerga. Anvarlargandingizmi? Yo'q. Anvar ikkimiz ayrılib ketdik. Men eng oxirida shuni his qilib qoldim.
Men boshqalar erishmoqchi bo'lgan narsaning hammasiga erishibdiman. Lekin o'zimga eng lozim bo'lgan narsaga erishmabdiman. Yaxshi o'ylab baqsam, menga hammadan bek lozim narsa sizning qishingizniki. Shunga sizni menga o'xshash o'ylaganmidi bilib baqay deb yoningizga kelishim. Agar siz mendek o'ylagan bo'lsangiz, mening hech qanday planim yo'q. Bu mening tunji qitin plansiz ish qilishim. Shunga Arslan, to'liq ismingizni bilgan bo'lsam, texim yaxshi bo'ldi. Mening bir taklifim bor. Agar siz xohlasangiz, ikkimiz hech qanday plan tuzmay, ham hech qanday ishlarni o'ylamay, birga oxirigacha qarab baqsaq, sizning qanday bo'lar? Bu naratlıqlarını rədd qilishi usul o'xshaydi. Aytchi. Nega bir so'rashdingiz? Ismini rad qildingiz. Men sizni rad qilmadim. Men sizga eshitmadim nima? Usmon javob bermay ham chiqib ketdingiz. Ben shu bir narsamni og'ilmangan. Sizning uchun bir narsa og'il borgan vaqtmi? Mana bu narsani. Omon kel. Nima buni sizga berish o'ylashmagan bo'lsam, noyadan ketmaydim. Lekin men sizning telefoningizni rad qilaman. Mening sizlar bilan plansiz emas. Planliq yashag'im bor. Amsa siz xohlamsiz? Albatta. Mana tegishni xohlamsiz? Gapimga tiq javob berdingiz. Xohlayman. Yakshanba kuni to'y qilsa, Ahmet deb qildi, Ahmet. Hatta oxirida sayohatni oyoqlashtirsa yaxshi deyman. Hey, haftaning oxiri quduq ko'lsa yaxshi, quduq. Bular sening ko'zingga quduq ko'lagandek ko'rinyotanda. Sen o azaldan men gap qilsam ishonmaysan. Azalda sening nimda atqanligingni tushunmayman.
Sizlarcha mashina o'talarmi? Va shunda esil mashina tursa, ondan sonra yip yana. Ba'zan bir saran qizlarni onda ishtirayotgan bo'lsin garchi. Huy, men uni qasdan qilmadim, men oyog'imga po'qni chiqirayotay deb qildim. Sizma baldur kelib kallam qo'lishpagan bo'lsangiz mushlar bo'lamdi. 4 kalva olmagan bo'lsangiz unchiliklarni qilib ketibdingiz. Og'zingiz yuma. Ma'qul. Nega boramiz? Qarmaylar, men nima bo'lding? Tasvir taqan, ha?